Assalomu alaykum, hurmatli bizni doimiy kuzatuvchilarimiz. Bizga Shoira opamizda demak ikkita son bo'g'imida ko'ksar turish edi. Yana plus aseptik nekroz ham bor edi. Nechinchi stepen chiqqan? 3-4 chiqqan, lekin siz 2-3 dedingiz. Demak 3-chi bilan 4-chi stepen qog'ozda ko'rsatgandi, lekin sizni yurish turishingiz, harakatingizdan unaqa emas, 2-chi, 3-chi stepen tortadimi? Shu ishni salab qo'yamiz, so'ng ovoz chiqyapti, qarab qo'ying. Xo'p, olib borgan davo taktikamiz sababli avvalambor Xudo va bizning O'zbekistondagi zamonaviy hamma texnologiyalar, eng oxirgi davolash usullari sababli bir kursda necha foiz og'rig'ingiz kamaydi. Tabiiyki siz bu kasbni hali siz ideal bo'lib tuzalmagansiz, lekin necha foiz hali davo topdingiz, foyda ko'rdingiz. 80% davo topdingiz. Juda yaxshi. Xo'p, avval safar biz bularni mana bu qog'ozlarga qarab turib, demak tashxis qo'yib, lechena qiluvdik. Lekin bu kishi umuman to'liq, ya'ni tekshiruv qilib, qonlarini, bo'g'imlarini to'liq check-up qilinmagan, tekshiruv qilinmagan. Shuni hisobiga o'sha pulni biz ko'proq solig'ingizga tiking, keyin safar tekshirib ko'ramiz dedik, to'g'rimi? To'g'ri. Shu hozir mana endi to'liq ko'rik qildik. Bularda hozir ayni vaqtda demak revmatoid poliartrit shakllanyapti va undan tashqari qonlarida demak o'sha bot kasalligi deydi. Revmatizm belgilari juda kuchli, avvalgidan bir muncha pasaygan, ya'ni og'riq kamaygan. Demak, shuncha payt, ya'ni bir oy davomida obezbolyuющий dori ichmadingiz? Yo'q. Umuman ichmadim. Juda yaxshi, katta yutuq. Biz bular hech qanaqa gormon terapiyalar, antibiotiklar qo'ymadik, to'g'rimi? Yo'q. O'sha o't o'simliklar berdik. Shular bilan yaxshiladik. Xo'p. Qonlarida mikrobalanslarning miqdori juda ham buzilib ketgan. Yeyotgan, ichayotgan narsangiz tanangizga so'rilmayapti. Ichinglaringizda muammo bor. Va qoningiz juda quyuq. Quyuqligining sababi siz qattiq shamollagansiz. Shuni hisobiga buzilib ketgan. Foiz 19 ko'rsatgan ekan. Keyin vitamindangiz 20 chiqqan ekan, oldingisi 22, ya'ni olayotgan narsangiz sizga so'ralmayapti. Sizni yana keshishning tragingiz bilan ishlash kerak. Chunki bo'g'ingizni tuzatish uchun, sizdagi revmatizm ketkazish uchun demak integrativ tibbiyot deydi, ya'ni aralash tibbiyotda oxirgi zamonaviy protokollarda va manba Ibn Sinoning yozgan kitoblarida birdaniga suyini davolagan demagan bo'g'inni. Jigar bilan o't qopini to'g'irlagan degan. Bu meni gapim emas, ularning gapi. O'shani to'g'irlasang, keyin bu yoq to'g'irlanadi degan. Chunki bo'g'ingiz o'zicha bu holatga kelib qolmaydi. Shu sababi o'sha ichingizdagi muhit buzilgan. Shuning uchun shu holatga kelib chiqqan. Xo'p, keyin qoningizda fibrinogen miqdori normada 250 bo'lishi kerak. 250 gacha yaxshi. Sizniki 389 chiqqan. Ya'niki xo'p, demak 400 degani. Bu qoning qo'pol qilib aytganda musor bo'lib ketdi degani. Ifloslanib ketgan. Shamollash kuchli bo'lsa, shu fibrinogen ko'tarilib ketadi. Tushundingizmi? Tanangizda shunaqa narsalar bor. Lekin hozir mana sizni ko'rgan odam hech qanaqa 4-chi stepen yoki 3-chi stepenni bermaydi. Va videoga olib ko'rsatdim, o'zim shuncha gapirdim, o'zim isbotlab, asoslab keltirib bering. Haqiqatda o'zi shunaqa bo'lgan narsalarni, ya'ni bular videoda ko'rganlar aytib o'tirmasdan, qarindoshini chiqaryapti, bir kimdir ko'rsatib turing. Men videoga olaman. Yuring. Oldin qanaqa harakat qilardingiz? Ko'rsating. Rosa oqsoqlanardi. Ko'rsating shunaqa yurishingizni. Ana shunaqa yurardingiz. Hozir yurishingiz qaytadan ko'rsating. Mana real bo'lgan natija. Rost yurishi shunaqa hozir, to'g'rimi? Hozir shunaqa. Malades, juda zo'r. Marhamat, o'tiring. O'zingiz tanishtirib, haqiqatdan sizda bo'lgan anuvlarni, o'zgarishlarni birin-ketinlik bilan aytib bering. Bu birinchidan savob, mana oldimga kasallik kelib davolansin deyman, ya'ni natija olish mumkinligi to'g'risida bir-ikki og'iz o'sha isbot tariqasida bir ma'lumot berib qo'ysangiz bo'ldi. Shoira opa? Menda og'riq juda kuchli edi. Kecha-yu kunduz og'riq bo'lardi. O'sha miyamni o'sha og'riq parmalab turardi. Allohga behisob shukr, mana shu yerga kelib davolanishni boshlaganimdan 5-kundan og'riq umuman to'xtadi. O'zim og'riqsiz yashay olishimga o'zim ishondim.
Alhamdulillah og'riqsiz yashay boshladim. Bu birinchisi sezganim. Keyin mana shu havo bulut bo'lsa, yotib qolardim. Dumalab qolardim qo'pol bo'lsa endi. Hozir mana yomg'ir yog'yapti, qor yog'yapti, menda hech narsa sezilgani yo'q. Alhamdulillah, yurgan joylarimga borib kelyapman. Menda o'sha joyga bora olaman degan ishonch paydo bo'ldi. Oldin demak bora olmayman deb qo'rqardingiz. Yo'q, hech qayerga chiqmay qo'ygandim. Absolutni hech qayerga chiqa olmasdim. Lekin hozir Xudoga shukr, keyin mana namoz o'qiyotgan paytlarim hamma bo'g'inlarim qirsillardi. Hammasi. Allohga behisob shukr, hozir hech qayerim qirsillamaydi. Ko'nglim tinch, asablarim joyida og'riq bo'lmaganligi sababli. Keyin oyoqlarimda shish bo'lardi. Shunda bo'g'irsoqdek shishib ketardi. Ayniqsa Samarqanddan kelishimda yoki ketishimda shunaqa shish bir haftagacha tarqalmasdi. Shu ko'zlarim ham osilib turardi. Umuman menda acha kuchli edi, shish juda kuchli. Shamollashingiz ko'payib ketgan ekan, taningizda rostmi? Alhamdulillah, hozir ancha yaxshiman. Behisob shukr, yaxshiman. Demak, videoda ko'rganlaringizni, demak, o'zingiz taningizda sezdingiz, ya'ni ko'rdingiz. Hech qanaqa yolg'on yo'q, boshqa bir narsa yo'q. Demak, sizdan xuddi shunaqa konkret natija oldingiz. Alhamdulillah. Demak, olgan muolajangizdan roziman. Rozi bo'ldingiz. Baraka toping, rahmat. Ishonch tariqasida telefon nomeringizni qo'yib qo'ysak bo'ladimi? Bemalol. Rahmat. Xo'sh.